بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allohga hamdlar bo'lsinki, mana Qur'oni Karimni pastki tarafidan ikki qismini, yuqori tarafdan mana 7 porani, 7 qismni qo'ldan kelganligicha bir qisman tafsir qilib, dars qilib o'tgan bo'ldik. Inshaalloh bugungi darsimiz Qur'oni Karimning yuqoridagi qismining 8-qismini boshlaymiz. Birinchi darsimizni avvaldan boshlamoqchi bo'lganimizda ko'pchilik tarafidan e'lon qilingandan keyin xat orqali va talab bo'ldiki, mayda suralarni ko'p kishilar biladilar, mazmunlarini bilmaganligi uchun oxirgi qismlar avvalda bo'lsa deb talab qilinganligiga muvofiq avvalda 2 qismni bir dars qilib o'rgangan edik. Inshaalloh bugungi hozirgi darsimizda Qur'oni Karimning 8-porasini dars qilib o'rganamiz. Avvalgi darsimizda shuni o'rgangan edikki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga Makka mushriklari va boshqa u kishining yo'lini qabul qilmaganlar bir mo'jiza kelganda biz iymon keltirgan bo'lardik deb o'zlarining iymonlarini shu mo'jiza keltirishlikka bog'lab gapirgan so'zlarini Alloh subhanahu va taolo bizlarga bayon qilib berganligini o'rgandik. Lekin inson biror kishi tarafidan agar shu narsani menga muhayyo qilib bersangiz, siz yo'lingizni qabul qilardim desa, odamlarning hidoyatiga haris bo'lgan odam shu narsasini muhayyo qilib bersamu tezroq shu odam meni so'zimni qabul qilsa deb orzu qilishlik tabiati hammada bo'ladi. Payg'ambarlar ham inson bo'lganligi bilan shu insonliklari sababli ular ham qalblarida bir shu xayol kelgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ular sizga bildirmaydiki, hamma mo'jiza kelsa ham iymon keltirmasligini deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xotirjam qilib qo'ygan. Iymon dalilga muhtojligi kamdir. Iymon haq yo'ldir. Haq yo'l dalil ko'p hujjatlar bo'lishligiga muhtoj emas. Haq birlamchi bir haqiqatdir. 1-2ning yarmi degan birlamchi haqiqat dalilga muhtoj bo'lmaganga o'xshagan, hujjatga muhtoj bo'lmaganga o'xshagan. Mabodo bir kishiga siz 1-2ning yarmi desangiz, dalil keltir bunga, men bu so'zingga ishonmayman degan so'zni gapiruvchi biror kishiga ro'baro bo'lmaysiz hayotingizda, magar bir majnun bo'lsagina shunday deyishligi mumkin. Alloh tarafidan kelgan haq ham birlamchi haqiqatdir. U dalilga muhtoj emas o'zining haqligini bildirishlik uchun. Hujjatga muhtoj emas. Shuning uchun ham
Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlardan xalqlar talab qilgan mo'jizaga ijobat qilmadi. Va u mo'jiza kelgan vaqtda ularning iymon keltirmasliklarini xabarini berdi. Chunki Allohning sunnati shu ediki, agar mo'jiza kelsa, shu mo'jiza talab qilingan mo'jiza kelgandan keyin iymon keltirmagan xalqni yer bilan yakson qilib tashlashlik. Mana o'tgan payg'ambarlarning ummatlari shunday bo'lib ko'plari halok bo'ldi. Iymon keltirmaganlari. Od qabilasi shamol bilan halok bo'ldi. Hamma ba'zilarini g'arq qilib tashladi. Ba'zilarini yerga yuttirib yubordi. Ba'zilarini shamol bilan halok qildi. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo u kishini rahmatan lil alamin qilib jo'natganligi, u kishi xalqlar talab qilgan mo'jizani qabul qilmadilar va uni bo'lishligini Alloh subhanahu va taologa duo qilib so'ramadilar. Chunki ular iymon keltirishmasdi, shun bilan halok bo'lib ketishardi. Ular iymon keltirmasa ham ularning zurriyotlaridan islomga xizmat qiladigan kishilar tug'ilishligini Alloh subhanahu va taolo ilmi azalisi bilan bildi. Yo'inki ularning o'zlari yaqin kelajakda islomni eng katta xizmat qiladigan kishilar bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmi azalisi bilan biladi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu mana islom xalifalaridan bo'ldilar. Avvalgi hayotlarida islomga qarshi dushman edilar. Islomni qabul qilganlaridan keyin islomning eng katta yordam beruvchi zotlarga aylandilar. Mana Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda "Walau annana nazzalna ilayhimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktharuhum yajhalun." Agar biz bu iymon keltirmayotgan kishilarga farishtalarni tushirsak, shunday ro'barolariga farishtalarni tushirsak, va kallamahumul mauta, o'lib ketgan kishilar hammasi tirilib, ularga oxiratdan xabar berib, haq oxirat mana biz ko'rdik deb gapirsa, va hasharuna alayhim kulla shay'in qubula, hamma ko'rinmay turgan olam va ko'rinib turgan olamni, mo'jizalarni hammasini ro'barolariga shunday olib kelib jamlab qo'ysak, ma kanu liyu'minu, ular hargiz iymon keltiruvchi emas. Illa an yasha Allah, Allohning mashiatiga bog'liqdir iymon keltirish. Alloh xohlagandagina iymon keltirishadi. Ya'ni Alloh insonlarni iymoniga o'ziga xos bir sunnatni yaratdiki, shu sunnat asosida iymon keltiradi. Dalilni ko'rishligi bilan iymon keltirib ketmaydi. Iymon insonning qalbidagi hidoyat tarafiga intilishlikni Alloh subhanahu va taolo bilishligi bilan uni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Agar qalbida hidoyatga mutlaqo rag'bat bo'lmagan qalb egasini Alloh adashtirishligini xohladi. Hidoyatni unga yalinib beriladigan narsa bo'lishligini xohlamadi. O'tgan darslarimizda ko'p takror qilganmiz. Alloh subhanahu va taolo insonni xohlasa ham, xohlamasa ham hidoyat yo'lida bo'lishligini, shu hidoyat bilan yuradigan qilib yaratmadi. Unga ixtiyordan bir qism berdi. Yana takror aytamiz, insonni bosmaxonadan chiqadigan bir xil kitob bo'lishligini xohlamadi. Maloikalar xohlasa ham, xohlamasa ham hidoyat yo'lida bo'lishadilar. Hayvonlar xohlasa ham, xohlamasalar ham o'zining Alloh yaratgan g'ariza tabiatidan tashqariga chiqa olmaydi. Ammo inson bu mumtoz, farqli bir maxluqki Alloh mukarram qildida, hidoyatning qalbidagi ixtiyorga bog'ladi.
Zalolatni ham shu ixtiyorga bog'ladi. Hidoyat yo'li nima, zalolat yo'li nima ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Alloh shuni xohladi. Odamlar dalilni ko'rib iymon keltirishmaydi. Odamlar qalbidagi hidoyatga bo'lgan rag'bat paydo bo'lishligi bilan Alloh subhanahu va taolo ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Zalolat yo'lini ixtiyor qilishligi bilan Alloh ularni adashtiradi. Bularga mo'jizalarning hammasini ro'baro'larga olib kelsak ham ular hargiz iymon keltiruvchi emas. Haqiqatda ham birodarlar, o'ylab qarasak hayotda bir mo'jiza emas narsa yo'q. Qaysi bir narsaga qarasangiz mo'jiza. Mo'jiza emas narsa shu inson yasagan narsa deb asasangiz xato bo'lmaydi. Lekin odamlar inson yasagan narsalarni mo'jiza deb bilishadilar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan narsalarni mo'jiza deyishmaydi. Inson uzoqqa bormasdan o'ziga to'xtalsa mo'jizani, son sanoqsini ko'rib, mo'jiza emas narsani istab topolmay qoladi o'zida. Insonning bittasini so'zlashligi, harflarning og'zida tashkil topib, o'ylagan ma'nolarni tezlik bilan ifodalovchi harflarning og'zida tashkil topishligi qaysi mo'jizadan kam? Bundan ortiq mo'jiza bo'lishi mumkinmi? U narsani eshitib turgan vaqtda yig'laydigan so'zlar bo'lsa ta'sirlanib unga beixtiyor yig'ini kelishligi, kuladigan so'zlar bo'lsa unga beixtiyor kulgini kelishligi, bu narsalar qayerdan paydo bo'lib qanday ta'sirlar bo'lishligi bundan ortiq mo'jiza bo'lmasa kerak. Bu fanga taalluqli kishilar bu yerdagi tomiriga bunga bog'lanadi degan narsalar u kashf emas birodarlar. U bor voqeaning mingta bir voqea bo'lsa shundan bir yarimtasini bayon qilib qo'yishlikdan boshqa narsa emas. Gap bir narsaning qanday tashkil topganligini bayonida emas. Xo'p, shunday bir bilingan narsa bo'lsa, shunday narsani bir ixtiro qilishsin. Insonning nafas olishligidagi harakatdagi butun insonni jasadi mashg'ul bo'layotgan olamni bu yerda biz nafas olib kirib chiqayotganlik qiyinchiligini sezmaymiz. Agar shu bir nafasning olinib kirib chiqib ketishligini, o'pka shaklini shunday bajarayotgan amalini bir bajartirishlik uchun ba'zi olimlar bir harakat qilib tashkil qilishganda 1 gektar yerni egallagan. Shun bilan hamma yoqdan tovush, shovqin so'ron bilan bir narsa kirib chiqib ketgan, xolos hech qanday narsa bilasiz. Ya'ni bu hech qanday bir mo'jizaviy bir holat bo'lgan emas. Insonning nafasi kirib chiqib ketayotgan vaqtda biror bir mashg'ul bo'ladigan odam bo'lmagan holatda kirishligi, chiqishligi, rohatni ifoda qilgan holatda shu amal bajarilaveradi. Insonning liboslarini bir nazar tashlang. Har qanday libos nam tegishligi bilan o'zgaradi. Har qanday libos fazoning muhiti bilan o'zgara boshlaydi. Ammo Alloh subhanahu va taolo bizga bir libos berdi, bir teri libosiniki, u suvga tushsa yoziladi. Oftobdan u yana har qanday narsalarga, muhitlarga moslashadigan qilib Alloh subhanahu va taolo g'ijim bo'lmaydigan, buni dazmol qilinmaydigan bir libosni berdiki, agar inson shu terisini o'zidagi mo'jizani bir qaraganda boshqa narsalarni ixtiro qilinayotgan narsalarni ko'rib mo'jiza deyotgan kishilarga qarab kulgan bo'lardi. Bir joyda g'ijim bo'lmaydigan, hech qanday o'zgarmaydigan, bir ajib bir sovuq issiqlarda moslashadigan bir libos bor ekan desa, inson har qanday qiyinchilik bo'lsa shuni libosni topib keladi. Lekin u libos o'zida turibdi. Bu libosni inson tozalanishligi, nihoyatda bir moslashligi qulay bo'lgan bir libosni Alloh subhanahu va taolo bizga kiydirib qo'ydi. Hamma narsani tekshirsangiz
bir sodda shakl bilan tushunishlikdagi holati o'zi mo'jiza deydi. Buni ilmiy taraflarda tekshirib ko'rilganda juda katta bir mo'jiza egasi inson ekanligi ma'lum bo'ladi. Hatto ba'zilar inson bu koinot olamidan katta olamdir bu. Katta olam deb insonni aytamiz. Bu ko'rinib turgan olam kichik olam deb ko'p insonni o'rgangan kishilar shunday deb tan olishadi. Xullas, biz ba'zi bir kishilar islomni qabul qilishligim uchun bir shunday bir mo'jizani ko'rganimda degan fikriga, shu bir mo'jiza bo'lganda shular hidoyat topishganda xo'p yaxshi bo'lardi degan qalbimizda bir orzu keladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizlarga aytayaptiki, maloikalarni hammalarini saf qilib tushirsak, o'lganlar oxirat haqida xabar berib tirilib gapirsa, hamma narsani ro'baro'lariga olib kelib qo'ysak, ular hargiz iymonni qabul qiluvchi emas, magar Allohning mashiati bilan qabul qilishi. Allohning mashiati qalbda hidoyatga bo'lgan rag'bat bo'lmaguncha Alloh hidoyatni yalinib beriladigan narsa qilmadi. Walakinna aktharuhum yajhalun. Lekin odamlarning ko'pi bilmaydi bu haqiqatni. Inson bir haq bilan kurashayotganda o'ziga bo'lgan dushmanlarni tushunmayotganlik bilan ko'p ruhan azoblanadi. Haq yo'l shunday qilib bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo iroda qildiki, haqni juda qiymatbaho qildi. Siz haqni bir kishiga tushuntirib, shu haq shuniki bo'lsin, shu ham o'rgansin desangiz, u sizni ustingizdan shunchalik ko'p ozor beradi. Shunchalik siz uni tushuntirishligini xohlasangiz, u shunchalik tushunmaslikka harakat qiladi. Buni haqni bilan yashab, haqni kurashib, haqni tushuntirishlik bilan hayotini o'tkazgan zotlar yaxshi bilsa kerak. Bu zotlar Allohning ulug' payg'ambarlaridir. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Shunday qiynalib turgan soatda inson o'ziga o'xshagan tarixda shunday kishining qiyinchilik tortganligini eshitishligi yo o'qib o'rganishligi unga tasalli bag'ishlaydi. Alhamdulillah, mendan ilgari mendan ulug' kishilar ham bu yo'lda qiynalishgan ekan deydi-da, o'ziga bir tasalli beradi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tortayotgan ozorlariga o'tgan payg'ambarlarning xabarlari bilan tasalli beradi. Mana bu oyatda va kadalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa, sizga ham shunday dushmanlar bo'lganga o'xshagan har bir payg'ambarga inson va jin shaytonlaridan dushman qildik. Inson shaytonlarini Alloh taolo muqaddam qilyapti. Chunki bu sizning libosingizdagi, sizning ko'rinishingizdagi, sizga o'xshagan tabiatdagi bo'lgan dushmanning dushmanligi og'irdir. Har bir payg'ambarga inson va jin shaytonlarini dushman qildik. Agar shu masjidimizda ham misol qilib olaylik, masjidning tashqarisidagi dushman u bizga g'oyib bo'lib turgan dushman deb atasak xato bo'lmaydi. Ammo mana shu masjidda ko'rinishdan namoz o'qib, ammo musulmonlarni zarariga maosh olib ishlayotgan dushman, bu ya'ni inson shaytoni, bu yomondir. Bu ko'rinishda siz bilan birga sajda qiladi. Siz bilan birga nima amal bo'lsa qiladi. Ammo ichida bu faqat musulmonlarga ozor berishlik bilan
hayotini kechiradi va farzandlarini shu bilan ovqatlantiradi. Har bir haq yo'ldagi payg'ambarga va ularning merosxo'rlari ham ana shunday dushmanlar bilan o'tadi. Alloh subhanahu va taolo shunday bo'lishligini xohladi. Haq bilan botil qiyomatgacha kurashi davom etaveradi. Inson shaytonlarini har bir payg'ambarga biz dushman qildik va jin shaytonlarini. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Aldashlik maqsadida bo'yama gaplarni bir-birlariga ishora qilib, bir-birlariga tushuntirishadi. Ya'ni bo'yama bo'xton gaplarni bir-birlariga bildirib, bunday har xil narsalar bilan shu dushmanligini qiladi. Har bir daqiqa, har bir soniyada bu dushmanlik davom etadi. Walau sha'a robbuka ma fa'aluhu. Agar Alloh xohlaganda ular shu dushmanlikni qilmasdi. Bu dushmanlik Allohning mashiati bilandir. Mo'min odam bu dushmanlikni yo'qotaman deb harakat qilmasligi kerak. Modomiki haq yo'lda bo'lar ekan, bu haq yo'lda bo'lgandan keyin uning muqobalasida botil yo'ldagi dushman qiyomatgacha davom etaveradi. Allohning mashiati bilan bu. Alloh subhanahu va taolo agar xohlaganda hammani dushmanmas qilib bir-biri bilan do'st qilib yaratgan bo'lardi. Bunda banda yo farishta tabiat bo'lardi, yo hayvonga o'xshagan tabiat bo'lardi, u hech qanday dushmanlikni bilmasdan yashagan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo bu hidoyat yo'lini insonning qalbidagi rag'bat samarasi bo'lishligini xohladi. Bu Allohning mashiati bilan bo'ldi. Agar inson zalolat yo'liniga rag'bat qilsa, Alloh uni adashtirishligini xohladi. O'zining ixtiyori bilan jannatga kirishligini, o'zining ixtiyori bilan do'zaxga o'tin bo'lishligini Alloh taolo xohladi. Uning bir bosmaxonadan chiqadigan bir kitob bo'lib, ixtiyorsiz bir maxluq bo'lishligini xohlamadi. Zalolat va hidoyatni o'zining ixtiyori bilan kasb qilishligini xohladi. Demak, insonning dushmanlik qilishligi birovga va do'stlik qilishligi Allohning mashiati bilandir. Bu haqda inshaalloh Jami' madrasa masjidida juma namozini o'qiyotgan kishilar to'la tasavvurga ega deb bilaman men. Chunki Allohning xohishi bilan bo'ladi bu ishlar degan narsani yaxshi tushunib olgan bo'lsalar kerak. Chunki bu bizda juda ko'p darsimizda takror bo'lib o'tmoqda. Inson nima munosabatda bo'lishi kerak? Botil ahliga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka da turganlarida bunchalik ozorlarga nima javob qilishlari haqida Alloh tomonidan yo'llanma keldi. Fazarhum va ma yaftarun. Sizni haqqingizda qilayotgan bo'xtonlar bilan ularni qo'yib qo'ying. Qo'yib qo'ying yo'solida. Sizga bo'ladigan zarar va manfaat Allohning mashiati bilan bo'ladi. Wa'lam anna al-ummata in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa ma kataballohu alayk. ما كتب الله لك واعلم أن الأمة إن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا ما كتب الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Bilingki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasihatlari hamma yer kurrasidagi odam sizga bir zarar yetkizaman deb jamlanishsa, Alloh kitobat qilgan zarardan boshqasini yetkiza olmaydi. Agar yer kurrasidagi hamma odam sizga manfaat yetkizaman deb jamlanishsa, Alloh kitobat qilib qo'ygan manfaatdan boshqasini yetkiza olmaydi. Qalamlar yozib bitgan, varaqlar sizning siyohi qurigan. Bu haqda inson o'ylashmasligi kerak. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk. Va in lam taf'al fama ballaghta risalata. Vallohu ya'simuka minan nas. Ey payg'ambar, sizga tushirilgan
Qur'onni yetkazing. Agar Allohning tushirgan Qur'onini da'vat qilib yetkazmasangiz, Allohning risolat vazifasini o'tamagan bo'lasiz. Alloh sizni odamlardan saqlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilinadiki, shu oyat nozil bo'lganda u kishining qo'riqchilari Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu edilar. Muhammad ibn Maslama sizga javob dedilar, hozirdan dedilar. Alloh o'zini himoyasiga oldi men dedilar. 23 yil dushmanlarlik ichida yashadilar. Hamma dushman shu kishini qatl qilishlikka haris edi. Hattoki bu kishini qatl qilishlik uchun 10 ta tuyani, ba'zilar 100 ta tuyani mukofot qildi. Kim shu Muhammadning kallasini olib kelsa shu tuya dedi. Yer yuziga rahmat qilib jo'natilgan zotning hayotini yo'qotishlik uchun 10 ta tuya afzal bo'ldi. 23 yil Alloh subhanahu va taolo Alloh sizni odamlardan himoya qiladi dedi. Himoya qildi. Butun qattiq islom tarixida va bashariyat tarixida biror bir kishiga qattiq ozor Muhammad alayhisalomga bo'lgan ozor hech kimga bo'lmadi. Dushmanlarning sonini ko'pligi Muhammad alayhisalomga dushman ko'p bo'lgancha tarixda biror bir bashariyat tarixida buncha dushman bo'lmadi. Ammo Alloh subhanahu va taolo o'zi saqladi. Fazarhum va ma yaftarun. Ularni bo'xtonlar bilan qo'yib qo'ying. Inson yomonlik dunyosida ham mislsiz yomon bo'ladi. Yaxshilik dunyosida ham mislsiz yaxshi bo'ladi. Hayvon biror bir hayvonni tutib, uni yirtqichligini qilib pachaqlaydi, yeyishlik uchun pachaqlaydi. U och bo'ladi, yoki unga hujum vujudga kelganda uni pachaqlaydi. Boshqa vaqtda hayvon bilan ishi bo'lmaydi. Ammo inson agar yomonlik dunyosida yashasa, u aqli bilan yirtqichlar hijolat bo'ladigan yomonliklarni ixtiro qiladi. Yirtqichlar yaqasini ushlab qoladi agar unda yaqa bo'lganda. Hayron bo'ladi bu. Agar insonni aqli bilan inson yaxshilikni ixtiro qilishligi mumkin, yomonlikni ixtiro qilishi mumkin. Aql insonni hidoyat asosi bo'la olmaydi. Iymon hidoyat asosi bo'ladi. Iymon aqlga hukmron bo'lib, aqlni jilovini yaxshilik tarafiga buradi. Ana shundagina insonning aqli yaxshilik maydonida harakat qiladi. Agar insonning aqli hokim, bu yerda iymon bo'lmasa, aql hokim bo'ladi-da, u yaxshilikmi, yomonlikmi dunyosida bo'ladi. Mana hozirgi vaqtdagi aqllik insonlarning qilayotgan ishlari bizga dalil bo'la oladi, birodarlar. Shunday katta jinoyatlarni qilayotgan aqllik insonlar borki, ular aqlsiz emas. Shu aqlining tamomiy yomon maydonda ishlatganlikdan shunchalik inson emas, balki yirtqichlar hijolat bo'ladigan yomonliklarni ixtiro qilgan. Agar ular aqlsiz bo'lganda durustroq odam bo'lishgan bo'lardi. Ularning aqllari bularga dunyoda va oxiratda qattiq jinoyat qildi va jinoyat qiladi oxiratda. Ba'zi vaqtlarda hayotda bir nazar tashlasangiz, shunday aqlli insonlar borki, islom shariatini mutlaq qilmaydi. Agar shularning aqllari o'rtacharoq bo'lganda, musulmonlar safida bo'lib yashashlari mumkin edi. Sabab aqllari bilan yomonlik maydoniga kirib bo'lishgan. Ming nadomatlar bo'ladiki, gapini o'nglab ololmaydigan, ko'rinishlari go'zal emas, aqllari ham sodda, shunday kishilarni jannat darvozasidan o'tib jannatga kirib tursa-yu, shunchalik qaddi qomatlari go'zal,
aql idroklari oliy bo'lgan ziyoli tabaqalar o'zlarini aqllari sababli do'zaxga o'tin bo'lishib tursa, bu juda ming nadomatlar bo'ladi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, vallohu alam, janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari aksaru ahlil jannati bulhun, ahli jannatlarning ko'pi aqllari o'rtacharoq kishilar deganliklarini siri shu bo'lsa kerak. Hayotga ham bir nazar tashlasangiz, bir yaxshilik maslahatini bersangiz, vijdoni bilan, butun vujudi bilan oddiy ishlarni qilayotgan odamlar aqllari o'rtacharoq odam ekanligini hayotda ko'rasiz. Sodda, birovlarga ixlos, butun narsani tekshirib ko'rsangiz, aqllari sodda, o'rtacha bo'lgan odamlar, balki o'rtachalikdan ham pastroq bo'lgan odamlar eng pokiza ishlarni qilayotganligini hayotda guvoh bo'lasiz. Buyurilgan vazifani to'g'ri o'tayotgan kishilar ham shular ekanligini ko'rasiz. Ba'zi bir aqlli doiralarni ko'rsangizki, ularning aqllari jinoyat qilib, pora, hamma buzuq ishlarni qilishlikka aqllarini makr yo'lga solganligi bilan do'zaxga o'tin bo'lib ketayotganligini ko'rasiz. Mana bu narsa hayotda har bir soniyada, har bir daqiqada misoli bor. Bundan murod hamma ahli jannatlar aqllari past bo'lgan kishilar degani chiqmaydi. Aksar ahli jannatlarning ulardagi sofdillik, qalblaridagi ixlos, shuni tekshirib ko'ring hayotda, aqllari o'rtacha bo'lgan kishilar topasiz. Qaysi odam aqli o'tkir bo'lgan bo'lsa, makkor, juda ham hiylakor bo'lib ketganligini guvohini bo'la topasiz. Oddiy ishlarni birovlarning bilishligini ham xohlamasdan, oddiy ishlarni ham juda ixlos bilan bajarayotgan kishilarni aqllari pastroq odamlar bo'lganligini topasiz. Shuning uchun birodarlar, bu aql Allohning ne'mati edi, lekin iymonga bo'ysunishligi bilan ne'mat bo'la oladi. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Bir-birlariga bo'yama, soxta so'zlarni ishora qilib gapirishadi. Ularni qo'yib qo'ying. Alloh subhanahu va taoloning hikmati dunyoda har bir narsaga xaridor qilib qo'ydi. Bir odam haq so'zni gapirsa, uni ham xaridori yo'q emas, birodarlar. Ma'yus bo'lmang. Haq so'zni gapirsa xaridori bor. Bir odam ikki betini, farzandi bor, nabirasi ham bor, ikki betini qizilga bo'yab, inson kiymagan liboslarni kiyib, qaysi bir a'zosi to'g'ri bo'lsa egrilikka moyil qilib, o'zini nihoyat darajada badbashara qilib turib, yig'laydigan joyda kulsa, kuladigan joyda yig'lasa ham shuni tomosha qiladigan xaridori bor. Odamlar unga xaridor bo'lib ham pul berib turib shuni tomosha qilishadi. Alloh subhanahu va taolo hayotda har bir narsaga xaridor yaratib qo'ydi. Shu odam ham ma'yus bo'lmasdan shunday aqlga hech qanday na aql tasdiqlamagan bir maslakni ham shuni xaridor bo'lib, pul sarf qilib xaridor bo'ladigan qilib qo'ydi. Bir odam inson nima uchun men inson bo'luvdimikin, bir hayvon bo'lsam bo'lar deb hayvonning shakliga tushib olib turib o'zini ko'rsatsa, shuni ham xaridori bor, birodarlar. Hamma narsaning xaridori bor. Bir hayvonni bir odam nihoyat darajada axloqsiz bir holatini ko'rsatadigan bo'lsa ham, shuni ham xaridori bor. Bunga xaridor bo'lib ham pul bilan xaridor bor.
oxiratni yo'q degan so'zga ham xaridor bor hayotda, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda inson va jin shaytonlarining so'ziniga oxiratga iymon keltirmagan kishilar quloq solishligi uchun bir-birlariga shu gapni gapirib yurishaversin. Allohni inkor qilsa, oxiratni inkor qilsa, shu narsani quloq solib, shunga quloq soladigan xaridor bo'ladi desa, inson, iymonli kishi buni mumkin emas deb o'ylardi, agar voqeida ko'rmasa. Bir odam Allohni inkor qilishlik shu narsadek, ya'ni bir hech qachon ikkini yarim emas. Bu daraxtlarning ildizi tepada, pastda emas. Ilgarigi vaqtlarda qor yomg'irlar faqat boylarning uyiga oqqan degan falsafani isbotlashlik uchun bir joyga jamlasa odamlar shunga xaridor bo'ladi. Nahotki bir odam aytmaydiki, nahotki ey qor bilan yomg'ir bu boyni uyiga yoqqan emas, bu u boy kambag'alni ajratadigan narsa emas deb bir odam aytmaydi. Shu falsafani tasdiqlaydigan xaridor chiqaveradi. Allohni inkor qilib, shariatni yo'q deb gapirayotgan kishilarning isbotlayotgan falsafasining botilligi bundan ortiq emas, birodarlar. Bundan kam emas. Xuddi ilgarigi vaqtlarda hamma narsa ilgarigi vaqtda xato bo'lgan, ilgarigi vaqtda xato bo'lgan deb, hatto qor yomg'irlar ham boylarning uyiga oqqan desa odamlar tasdiqlashaverdi. Bunga oxiratga iymon keltirmaydigan kishilarning qalblari quloq solishligi uchun bir-birlariga shunday bo'yama, soxta gaplarni ishora qilishadi inson va jin shaytonlari. Valiyarudduhu, shuni ixtiyor qilishadi. Haq Allohning yo'lini ixtiyor qilmaydi. Rasulining so'zini ixtiyor qilmaydi. Shayton, inson va jin shaytonlarning so'zini ixtiyor qilishadi. Valiyaqtarifu ma hum muqtarifun. Nima qilishmoqchi bo'lsalar qilishaversin. Subhanahu va taolo bizga Qur'oni Karimni bir mo'jiza qilib bizga nozil qildi. Har bir o'tgan va kelajak qiyomatgacha bo'lgan xabarlarni bizga bayon qildi. Alloh subhanahu va taologa ming hamdlar bo'lsinki, bizga Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karimga bo'lgan bizning islom ummatining jinoyatini o'tgan ummatlar o'zlarining muqaddas kitoblariga qilgandan ham qattiq jinoyat qildi biz islom ummati. Qur'onini bilmadi, birodarlar. Qur'oni Karimni agar bilganda hech qanday hayotda dovdiramagan holatda yashagan bo'lardi. Alloh va taolo Qur'oni Karimni nozil qildi Ramazoni sharifda, muborak kechada, Laylatul Qadrda. Buning shukronasiga Alloh subhanahu va taolo roza tutishlikni farz qildi. Musulmonlar buni qadrlab, Allohning bu Qur'onni nozil qilgan ne'matiga shukr qilishib, Ramazoni sharifda o'zlarining bu Qur'on nozil qilgan zotning hukmiga yana ham bir muqayyat qilishlik bilan shukrlarini ifodalashdi. Shukrlarini shunday ifodalashadi. Dunyodagi hamma odamlar tarafidan tuzilgan bayramlarda insonlar eng buziladigan kun bo'ladi. Ammo musulmonlarning bayramlarida Allohning hukmiga nihoyat darajada yana ham muqayyat bo'lishadi. Tekshirib ko'ring. Dinsizlarning bayramlarida tamomiy isrof bo'ladi. Yemoq, ichmoq, kiymoq hamma sohada isrof bo'ladi. Musulmonlarning bayramlarida qurbonlik bittalarda. Qurbonlik go'shini fuqarolarga taqsim qilinadi. U kunda Allohning hukmiga yana ko'proq bo'ysunay deydi. Muhtojlarning qadriga yetadigan bir axloq paydo qilay deydi. Ramazoni sharifda zakotlarni o'tashga harakat qiladi.
ajrni ko'p olishlik bilan va shu bilan birga fuqaro qarindoshlari va boshqa kambag'allarning holidan xabar olishlik bilan. Xursandlik kunlarida musulmonlar qanchalik axloqlansa, musulmonlardan boshqalar shunchalik axloqan buziladi. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning ne'matiga shukrni o'zini tarbiyalashlik bilan shukr qiladi. Qur'oni Karimning ne'matiga shukr qilishlikni, bu oyda nozil bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo farz qildi bizga va shu farzni o'tab, Allohning hukmiga muqayyat bo'lib, muhtojlarning holini biladigan bo'lib o'zini tarbiyalaydi. Allohga ming hamdlar bo'lsinki, bu an'analarni biz birodarlar qadriga yetmaymiz. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. Ba'zi bir o'zini xususiy savollarini beribdi. Ular xususiy savolni berganlar o'zimga uchrashsin. Bu kishini talablari shu ekanki, shu targ'ib bir ba'zi to'lqinlardan shu eshitib turgandi, shunga qarshilik bo'lyapti debdi. Alloh taolo o'zi kifoya qilsin shu qarshilik qilayotganga. Subhanahu va taolo ilmni hikmati bilan bersin. Alloh subhanahu va taolo farzandlariga Alloh taolo shifo ato qilsin. Hammalariga ham shu Alloh taolo bemorlarning hammasiga shifo bersin. Shular qatorida mana bu maktubni yo'llagan birodarlarimizni bemorlariga ham Alloh taolo shifo bersin. Shuning uchun buni aytib beramiz. Bir ikki kishi o'ziga xususiy savol beribdi, bular o'zim maqtdi mana. Savol qildilarki, bu yerda hozirgi vaqtgacha davom etayotgan oldilariga har xil isiriq, choy, tuz va hokazolarni qo'yib shunday debdilar. Men bu narsani xayr shu yerda bir ochiqroq tushuntirib bering degan narsani qattiq talab qildilar. Majbur bo'lib hozir vaqtdan 5 daqiqa foydalanamiz. Islom dini jami dindir. Har bir narsani o'z ichiga olgan. Bizning dinimiz ko'p ishlari nas, ya'ni Qur'oni Karim asosida va hadis-i muborak asosida qilinib kelinadi. Qur'onda, hadisda yo'q bo'lgan narsa o'z-o'zidan mardud bo'ladi. Dunyodagi ishlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam antum a'lamu bi shu'uni dunyakum, dunyo ishlarini o'zingizlar mendan ko'ra yaxshiroq biluvchilarsizlar dedilar. Men bir din ishidan bir narsaga buyursam, mahkam ushlanglar dedilar. Dunyo ishi bo'lsa, o'zingizlar mendan ko'ra biluvchiroqsizlar dedilar. Bizning islom ulamolari ko'p ishlari shuro asosiga barpo bo'lgan. Shuro deb shuni aytamizki, maslahat. Masalan, umumiy xalqlarni foydalanadigan biror bir katta imorat yo biror ko'cha yo bir shahar chiqarilmoqchi, shahar qurilmoqchi bo'lsa, shunda o'rtada shuro asosida bo'lgan. Shuro shunda har xil mutaxassislar jamlangan. Mutaxassislar masalan shariat peshvosi va bir muhandis va bir tabib va hokazolar podshoh huzurida yo bir amir huzurida jamlanib, shu imoratni qursak, shu kam chiqim bo'ladi deb iqtisodchi shunday desa, shunda tabib aytadiki, to'g'ri, kam chiqim bo'ladi-yu, lekin bu inson salomatligi uchun foydali bo'lmaydi. Shuning uchun kunkay qilib solmoqligimiz kerak deb, misol tabib o'zining tabobat sohasida maslahatini bergan. Xo'p, uni tabibning maslahati bilan to'g'rilangandan keyin muhandis o'zining ilmi bo'yicha, mutaxassisligi bo'yicha bu zinatlik chiqmaydi, ko'rkam bo'lmaydi, buni bunday sohada qilmoqligimiz kerak deb o'zining taxassusoti bilan maslahat bergan. Hamma narsa bo'lsa, shunda shariat peshvosi bu qurilayotgan narsa odamlar yashaydigan emas, katta masjid quryapmiz, bu qiblaga muvofiq bo'lishi kerak deb bu tarafidan u kishi maslahat bergan. Shu maslahatlar asosida har bir narsa tartibli bo'lgan. Ziyofatlar ham har bir shaharlarning havosiga muvofiq bo'lishiga harakat qilgan. Men uncha mutaxassis odam emasman-u, lekin ba'zi bir tajribali kishilardan foydalangan suhbatlarimdan ifodalab aytaman. Masalan, Qo'qon, Farg'ona taraflaridagi ziyofatlarga, Qo'qon viloyatlariga borilsa, kabob albatta qilingan. Sabab u yerdagi havo
zat bo'lganligi uchun kabob insonga manfaatli deb tabiblar tarafidan ziyofatda ham shu narsa tashkil qilingan. Bizi taraflarda va boshqa taraflarda masalan hamma Amir Temurlar mana eshitishimizcha ba'zi bir shirmonni Amir Temur nima qilib maslahati bilan chiqarilgan, shu kishini shurosida deyiladi. Chunki u tezda qatigan bo'lsa ham tezda uyiydigan, hozirgi shirmonlar emas birodarlar, hozirgilar endi nonga o'xshab ketgan. U ana shu shirmonni qatigani ham suvga solinishi bilan tezda uyganda u narsani yeb jang maydonida uzoq vaqt o'tkazmaslikka sabab bo'lishi uchun shu maslahatlar bilan tuzilgan. Buni dinga aloqasi yo'q, lekin dinga aloqali joyi inson manfaatiga, foydali tarafiga islom dini aralashadi. Ziyofatlarda ham umumiy taomlarni sho'r qilishlik islomga zid bo'lgan. Ya'ni odamlar ruhiga. Chunki bu o'zingiz xohlagandaqa qilib ovqat yeysiz. Lekin umumiy taom bo'lgandan keyin bu taom birov tuzi pasiydi, birov tuzini balandiydi. Shuning uchun tuzini baland qilishlik oson. Ammo tuzini baland bo'lgan bo'lsa pastlatish mumkin emas. Bir odam u bizga o'xshagan hadeb choylar ilgarigi davrda ichilgan emas. Mana Arabiston olamiga bo'lsa, kerak bo'lsa suv olib kelib beriladi. Va shunga o'xshagan choylar ichilsa mabodo, choy ichilmoqchi bo'lgan kishi ham ba'zi odamlarga qaynoq suv ichaman deb mana hozirda guvohi bo'lamiz mana. Shularga hammalariga choylariga yo qaynoq suv yo ozroq solib kelingan. Chunki ozroq suyuq ichadigan kishini misol qo'yiqlashtirish mumkin. Choy solishlik bilan qo'yiqlashtirishlik mumkin. Va albatta jamlangan suhbatlarda xushbo'ylantirilgan. Bu sunnatga muvofiq amaldir.